Darhaqiqat ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay el, vatan va uning bir necha ming yillik boy tarixini dunyoga ko'rsatish, yoshlarni yurt tarixi bilan yaqindan tanishtirish, ularning ongu tafakkurini boyitishda kitobxonlikning o'rni beqiyosligini isbotlash hamda qadimiy Dovon davlati osor atiqalari bo'lmish Mingtepa yodgorligini ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish, shu orqali turizmni rivojlantirib, dunyo e'tiborini ushbu buyuk davlatchilikka qaratish yo'lida tinmay harakat qilayotgan Ortiqali Hasanovdek fidoyilarning borligi hammamizda faxr iftixor tuyg'ularini uyg'otadi. Ortiqali Husanov tarixchi, madaniy meros va ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lish bilan cheklanib qolmagan. U faol deputat hamdir. Tuman iqtisodiyoti, tadbirkorlikni rivojlantirish borasida ham o'z saylovchilarining dardu tashvishlariga sherikdir. Mudom ularning yonida. Mingtepani tarixini yaxshi biladigan inson sifatida Mingtepani tabiati, daraxtlari, giyohlari, tuprog'i haqida ham bir alohida fikrlarim bor degandingiz. Eramizdan avval 5-4 asrlarda butun dunyoga Mingtepa musallasi, Mingtepa uzumi mashhur bo'lgan va shu bilan birgalikda ana shu Ulug'tog', Chuliston tog'larining etaklarida shu tabiiy bedalar bo'lgan. Bu Mingtepani bedasi nihoyatda shu o'zini foydali tomonlari bilan dunyoda mashhur bo'lgan. Bu yerda tuprog'i hozir ham o'zini hosildorligi bilan boshqa yer tuproqlaridan ajrab turishi bilan farq qiladi. Sababi bu yerda mana shu Ulug'tog' tomonidan shifobosh havo oqimi o'tadi. Shu havo oqimi o'tayotganda 120 xildan ortiq bo'lgan shifobosh o'tlardan ajrayotgan har xil elementlar, mana misol uchun 36 ta shifobaxsh buloqlar bor. Bu buloqlar ham bug'lanib, ana shu yerdagi madanlarga to'yinib, mana shu havoga qo'shilish natijasida shunaqangi hozir O'zbekistondagi eng ekologik toza muhit hisoblanadi va shuning uchun bo'lsa kerak, mana shu yerda mana hozir bizni fermerlarimizdan albatta Musulmonqulov degan inson o'zi izlanishlari orqali bir tutchilik bo'yicha urug'chilikni rivojlantiraman deb shu amaliyotda bir katta natijalarga erishdi va dunyoda yo'q. Nafaqat bizda viloyatimizda, bizda respublikamizda, dunyoda hammani hayratga solayotgan va butun shu pillachilik bo'yicha mutaxassislar va pillachilik bo'yicha ipek qurtini ozuqasi bo'lgan tutni mana hozir navini bu o'zini nafaqat hosildorligi bilan, bu oqsilga to'laligi bilan va ipekni tolasini uzunligi va pishiqligi va sifatliligi bilan ajralib turadi. Men tuman kengashining deputati sifatida, xalqning vakili sifatida va shu yurtni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha va mana shu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'zimizda deputatlik vakolatimizdan foydalanib mana shunday fermerlarga doim yordam berib kelamiz. Dunyoda uchramagan tut navlarini ixtiro qilgan ajoyib fermerlarimizdan biri bilan suhbatlashamiz. Balki bu tut navlari hozirgi zamon talabiga mos bo'lsagina shu yaxshi natijalar bo'ladi. Shu sababdan dadam shu seleksiya yo'l ishlari bilan ham shug'ullanib o'zi mana natija Xudoga shukr shu hozircha marhamat nav 2017-yilda shu nav chiqarildi fermer xo'jaligimizda. Demak, dadangiz urug'chilik bilan shug'ullanib o'zlari olim bo'lmasalar ham mustaqil ravishda shu nav yaratdilar. Bunga masalan olimlar, qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar qanaqa baho berdi? Qanaqa munosabat bildirdi? Juda yaxshi baho bo'lyapti. Ilmiy tekshirish institutidan ham kelishdi, mana chetdan kelishyapti. Xitoydan, Koreyadan, Germaniyadan kelishdi. Hammasi juda pillachilik uchun juda katta ish bo'lganligini e'tirof etib turishibdi. Bundan tashqari yana shu kunda ham yana davom etyapti seleksiya ishlarimiz. Shu kunda hozir yana 2 ta navimiz Xudo xolasa chiqib turibdi. Ilmiy tekshirish institutidan o'tgan hafta domlalar keldi, ko'rishdi, analiza olishdi. Shu yaqin kunlarda o'zlari e'lon qilib qo'ysa kerak. Ayrim xorijlik olimlar shu tut plantatsiyalariga kelib hayratlanib ketyapti ekan. Shu o'zimiz Andijon viloyatidagi bolalar kelishdi, bu yerga Xitoyda o'qib kelgandan keyin yaqinda Xitoy domlalari aytgan, shu Andijon viloyatida shunday fermer xo'jalik bor. Ularda shunday seleksiya ishlari nihoyatda foydali, samarali ishlar ketyapti. Shu yerdan ham o'rgansanglar bo'lardi. Og'riba yurmaylar Xitoyga kelib deganda. Degan mazmundagi gaplarda aytishgan. Ular ham o'qishdan keyin kelib, mana bu yerga kelib dadam bilan tanishib,
haqiqatda shu o'zimizda shunaqa narsa bor ekan deb kelib ko'rib ketishdi. Mana o'zimizni shu jaydari tut daraxtlarini barglariga qaraganda juda katta. Necha marta hosilni mana bargini olsa bo'ladi? O'zimizniki necha marta olinadi? Bu hozir necha marta olsa bo'ladi? Buni mutaxassislar har tomonlama, misol uchun bitta bargni hajmidan ham, og'irligidan, eni, bo'yi, uzunligi jihatidan ham har tomonlama hisob-kitob qilib ko'rishdi. Bu 10-14 barobargacha yuqori. Jaydari tutadi. Ha, jaydari. Qurtni qonini teshib qo'yadi deyiladi, bunday yon shoxlari yo'q. To'liq shu stol и faqat barg bor. Juda katta bu barg, qarang. O'zimiz jaydari tutlarimizda bunaqangi barg ko'rmadik biz. Hozirgi zamonda butun dunyoda, nafaqat bizda, butun dunyoda oz yerdan ko'proq daromad olish talab shu. Chunki zamon shuni talab qilyapti. Bu tutimiz xudo xolasa 4 marta qurt boqishga bemalol yetadi. Hozir shu bahordan beri mana 3 marta kesilgan, tagidan 3 marta kesilgan. Hozir 4-marta mana shunchalik o'sib turibdi bu. Juda tez o'sar ekan-da bu. Tez o'sadi. Hozir masalan shuni kesmasangiz qanchagacha o'sib ketishi mumkin bu? Endi bu 5-6 metrgacha o'sib ketib qoladi. Lekin u yuki og'irligidan yiqilib boshlaydi mana. Bu shunday holatda yiqilib boshlaydi. Shuning uchun buni tez-tez kesiladi, qurtga berilaveradi, yana vaqtiga o'sib ulgutib beriladi. Chekka qishloqda yashasa-da, uzoq yillik tajribadan kelib chiqib, yangi nav yaratgan Abdufattoh Musulmonqulovning ixtirosi nafaqat mamlakatimiz, balki dunyo olimlari va pillachiligi mutaxassislarining e'tiborini tortmoqda. Yangi tut navi bugun ko'plab viloyatlarimizda yetishtirilyapti. Hatto ushbu tut navining barglari chet ellarga eksport qilinyapti. Uning tarkibida salomatlik uchun o'ta foydali bo'lgan darmon-dorilar borligi aniqlangan. Shu paytgacha ekib kelinayotgan mahalliy tut daraxtlaridan farqli o'laroq, uning afzalliklari talaygina. Ayniqsa yil davomida 4 martagacha barg berishi va barglarining haddan ziyod kattaligi, uning tarkibida foydali moddalarning ko'pligi kabi juda muhim jihatlari mutaxassislar va pilla yetishtiruvchilar tomonidan yuqori baholanyapti. Bizga o'tgan yildan beri kelishyapti, shuni bargini shu yoqqa eksport qilishdi. Ularda doimiy ovqatlanish oshxonasida ko'kat, bizda ko'kat sifatida ishlatganda ular shuni ishlatar ekan. Choy qilib foydalanar ekan. Tarkibida demak juda foydali moddalar ko'p. O'rganib ko'rishdi, nihoyatda foydaliligini ular bilishdi. Bitta oqsil moddalari salomatlik uchun juda kerakli narsalar borligini bilishgan. Shunday takliflar ham tushyapti. Lekin bizning yo'nalishimiz boshqa. Bizga bu yerda kurtdek bo'lishi kerak, barg ko'chat bo'lishi kerak. Hozircha u ishlarni yo'lga qo'yganimiz yo'q, lekin xudo xolasa rejalarimiz bor. Hozirgi paytda mana chet eldan, Qozog'istondan ham taklif tushyapti. Qo'shni davlatlardan shu ko'chatda bizga ham yetkazib bersanglar degan takliflar tushyapti. Endi yer bo'lsa, ko'chatchilikda kengaytirsak, chet elga valyuta kirib kelishi bilan ko'chat chiqarishimiz mumkin. Bizlar shu xo'jaligimizda shu ishni boshlaganimizda tut urug'ini ajratib oladigan apparat juda qiyin bo'lgan. Muammo bo'lgan. Buni boshida tayyor yo'qmi sotib olishga? Yo'q, buni hech bozordan topolmadik. Oddiy oshxona мясорубкалaridan foydalanganmiz. Xitoydan mutaxassislar jo'natdik, shular ham borib topib kelib bera olmadi. O'zimizni Toshkentdan qidirdik, konstruktorlik byurosiga zakaz qildi dadam. Bizga shunday narsa mana tut urug'ini olib borib berdi. Mana shu urug' o'tish kerak, shunday narsa bo'lishi kerak. Mevasini olib borib berdik ham. Natija bo'lmadi, lekin Xudoga shukr, men o'zimiz izlanib shu narsani dadam o'zi shu texnik odamlar bilan birgalikda shu narsa qilindi mana. Qadrli yurtdoshlar, demak, bugun ko'rsatuvimizda Andijon viloyatining Marhamat tumanida amalga oshirilayotgan ibratli ishlar misolida o'z umri va hayotining mazmunini, vatanning kechmishi va bugunini sevmoqda deb bilgan, odamlarga ezgulik, ma'naviyat tarqatib zavq olayotgan fidoyi insonlar haqida so'z yuritdik. Uni baholash va xulosalash esa sizning izmingizda. Nima muammo bor? Nima uchun murojaat o'rganilmayapti? Jobir